Pediatr farzandingizga tabletka yozib berdi. Lekin juda ko'p bolalar tabletkalarni ichishni xohlamaydi. Xo'sh, nima qilish kerak deysizmi? Xavotir olmang. Menda buni oson yechimi bor. Buning uchun bizga kerak bo'ladi oddiy shpris, oddiy suv va belgilangan dorimiz. Xo'p, shprisni olamiz, uni ochamiz, belgilangan dorimizni unga solamiz hamda qayta joylashtiramiz. Suvdan kerakli miqdorda olamiz. Xo'p, ortiqcha havoni chiqarib tashlaymiz. Shprisni ustini yopamiz va bir necha marta qattiq tortamiz. Shpris ichidagi bosim tabletkani o'zi parchalab tashlaydi. Xo'p, bir necha marta chayqaymiz. Mana tayyor suyuqligimiz hosil bo'ldi. Endi buni bemalol xuddi siropni ichirgandek bolangizga ichirib qo'yishingiz mumkin. Ushbu videoni farzandiga tabletka ichira olmasdan qiynalib yurgan tanishingizga ham yuborib qo'ying va keyingi foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying. Salomat bo'ling.